Onajonim, sizga aytar gaplarim bor. Men bugun siz baqirib ham qildira olmagan ishlarni qilyapman. Lekin siz uchun emas, o'zgalar uchun. Har kuni ertalabdan kechgacha yuguraman, pishiraman. Bir uyga emas, bir necha ko'ngillarga xizmat qilaman. O'zimning uyim, turmushim, mas'uliyatlarim bor. Hamma uchun ayol bo'lib ulgurayapman. Faqat meni tarbiya qilgan onam uchun ulgura olmayapman. Ba'zan ish qilib charchab o'tirsam, birdan siz yodimga tushasiz. Yuragimda bir alamli savol paydo bo'ladi. Onamga shu qo'llar qachon xizmat qildi o'zi? Hayot meni tez ulg'aytirdi. Uy yumushlari, turmush tashvishlari bilan ulg'aydim. Lekin sizning ko'nglingizga yarashni hali uddalay olmayapman.